Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz shart operatorlari haqida bo'ladi. Haqiqiy dasturchilar har doim har xil shartlarga qarab dastur ichida harakat qiladi. Masalan, shart sifatida foydalanuvchi to'g'ri parol kiritdimi yoki yo'qmi, shuni olsak bo'ladi. Agar foydalanuvchi to'g'ri parol kiritsa, u tizimga kiradi. Agar noto'g'ri parol kiritsa, siz noto'g'ri parol kiritdingiz degan xabar chiqadi. Bu dasturimizdagi shart edi. Bu shart degan narsani va shartga qarab harakat qilishi oddiy so'zda aytadigan bo'lsak, masalan uchun agar ko'chada yomg'ir yog'sa, biz zuntik bilan chiqamiz. Agar yog'masa, zuntiksiz chiqamiz. Bu yerda shart agar yomg'ir yog'sa, agar bu ha bo'lsa zuntik olib chiqamiz, yo'q bo'lsa zuntik olib chiqmaymiz. Xuddi shu narsani biz dasturlashda if else kodi orqali qila olamiz. Dasturda shartlarga qarab qanaqa ishlashini tushunish mumkin. Bugun if else operatori va mantiqiy operatorlar bilan ishlaymiz. Mana if else ni yozadigan bo'lsak, 18 yoshdan katta yoki teng bo'lsa, siz balog'at yoshiga yetgansiz degan yozuv chiqsin dedik. Agar bu shartimiz false bo'ladigan bo'lsa, siz hali balog'at yoshiga yetmagansiz deb yozdik. Biz yoshni 18 qilgandik, shuning uchun bizga siz balog'at yoshiga yetgansiz yozuvi chiqib keldi. Bu if ichidagi, qovus ichidagi narsa bizga true yoki false ni berishi kerak bo'ladi. Keling, buni 18 emas, 8 qilamiz. Endi siz hali balog'at yoshiga yetmagansiz yozuvi chiqib keldi. Bizda hozirgacha if va else kodini ko'rdik. Ya'ni if bu shartimiz to'g'ri bo'lganda bu bajariladi, else esa shartimiz false bo'lganda else dagi kodimiz run bo'ladi. Bizda shart operatorlarda yana shunaqa shart operatorimiz bor. Bu else if. Yoshimiz kichkina 10 deylik. If bizda ko'p shart yozsa bo'ladi-da. Masalan, har bitta yoshga qarab 7 bo'lsa siz maktab yoshiga yetdingiz, 10 bo'lsa siz 10 yoshga to'ldingiz, 12 bo'lsa siz 12 yoshingizni qarshiladingiz, shunaqa deb. Lekin boyagi if else'imiz bu bizga xalaqit berar edi. Biz ko'p shartlarni ketma-ket yozishimiz mumkin else if kodlardan foydalangan holatda. Birinchi bo'lib biz if deb yozamiz-da. Bu to'g'ri bo'lsa, ishlash kerak bo'lgan kodni bu yoqqa yozamiz. Keyin xohlagan marta else if yoki bunaqa bo'lsa, bunaqa bo'lsin deymiz. Else esa oxirida bunga ham shartimiz mos kelmasa, oxirida else run bo'ladi. Shunaqa qilib ko'p else iflarni yozishimiz mumkin. Keling, endi yoshni 8 qildik. Run qilsak, siz hali yosh bo'lasiz degan yozuv bizga chiqib keldi. Mana biz shart operatorini ko'rib oldik. If else haqida o'rgandik. Endi bu shart operatorlaridan foydalanayotganda bizga mantiqiy operatorlar ham kerak bo'ladi. Bu mantiqiy operatorlar bir nechta, ulardan ba'zi birlarini shu slaydda ko'rib turibmiz. Buni oldin matematikada ham o'tganmiz va matematikadan boshqacha bo'lgan shart mantiqiy operatorlar ham bor bu yerda. Masalan uchun birinchisi katta degani bitta narsadan kattami, ikkinchisi kichik operatori, uchinchisi katta yoki teng, to'rtinchisi kichik yoki teng, beshinchisi esa ikkita barobar tursa bu tengmi degan narsani bildiradi. Undoq belgisi va barobar tursa bu teng emasmi deganni bildiradi. Ikkita bunaqa va degan belgi tursa, ikkalasi ham true bo'lish kerak, ya'ni to'g'ri bo'lish kerak.
Bu birinchi qatorimizda operator, ikkinchi qatorda uning ma'nosi, uchinchisida esa unga misollar berilgan. Bularni o'zingiz ko'rib chiqing. Mustaqil vazifa. Biror sonni musbat yoki manfiy yoki 0 ekanligini aniqlovchi dastur tuzing. Bu dasturimizda bitta sonni belgilash kerak va if va else shartli operatorlardan foydalangan holatda musbat, manfiy yoki 0 ekanligini dasturimizda aniqlashi kerak. Mustaqil vazifani o'zingiz qila oldingiz degan umiddaman. Endi tekshirsak, mana bu yerda biz son berdik. Bu sonimiz -5 va bu yerda kod yozdik. Agar sonimiz 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, bu musbat son. Agar sonimiz 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, bu manfiy son. Agar bu ikkita shart ham to'g'ri bo'lmasa, demak u 0. Endi run qilib ko'rsak, bu manfiy son kodi chiqdi. Minusini olib tashlasak, bu musbat son chiqdi. Endi bu sonimizni 0 qilsak, bu 0 degan yozuv chiqib keldi. Endi siz if else yordamida dasturlarni shartlarga asoslangan holda boshqarishni bilasiz. Dasturchilik bu mantiqiy fikrlash va muammolarni hal qilish san'ati. Har kuni oz bo'lsa ham mashq qilib, katta natijalarga erishishingiz mumkin. Siz buni qila olasiz. Ertaga darslarda sikllar, ya'ni loops bilan tanishamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha